Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Sizlar bilan adashmasam 7 oydan buyon o'rtada uzilish bo'lib qoldi. Diydor ko'risha olmadik. Chunki yo'nalishimga tamoman teskari bo'lgan bir sohada ishlashimga to'g'ri keldi sharoit taqozosi bilan. Sizlar bilan yana diydor ko'rish nasib bo'lgani uchun Allohga behisob shukronalar, hamdu sanolar bo'lsin. Xudo xohlasa endi tez-tez ko'rishib turamiz. Sizni, bizni qiziqtirgan, hammamizni qiziqtirgan mavzularda, ijtimoiy siyosiy masaladagi muammolarimiz haqida, iloji bo'lsa muammolar haqida gaplashmaylik. Lekin hayot tashvishsiz, g'amlarsiz juda zerikarli bo'lib qolsa kerak. Beg'alva kalla yo'q. Albatta bir joyda baribir siz bilan biz muhokama qiladigan, tortishadigan yoki dardlashadigan mavzular, masalalar bo'lib qoladi. Xullas kalom, ozgina kechroq qoldim bu masalada gapirishga, lekin gapirmasam bilasizlar o'laman. Tilim qichiydi, gapirmasdan tura olmayman. Ayniqsa mana bunaqangi bemazagarchiliklarga ko'zimni yumib, tilimni tishlab keta olmayman-da. Jim qarab ham tura olmayman. Men shu yaqinda san'atkorlarni to'ylarga borib xizmat qilib topayotgan daromadi ustidan soliq olish masalasi bo'yicha yangi qonun, yangi qaror qabul qilindi va bu albatta ko'plab san'atkorlarni e'tiroziga sabab bo'ldi. Yulduz Usmonovani mana shu masalada jurnalistlarga bergan intervyusini ko'rib qolgan edim. Voy, tavba qildim, bu ayolga nima bo'lyapti? Bu rostdan ham o'zini osmon jismi deb biladi shekilli. Fazodagi yulduzman deb o'ylaydi shekilli. Hamma qatori O'zbekistonning oddiy fuqarosiligini, O'zbekistonda joriy qilinayotgan, amalga kiritilayotgan, kuchga kirayotgan qonunlarga, qoidalarga amal qilishi shartligini bilmaydi shekilli deb qo'ya qoluvdim. Lekin kecha Zuhra Soliyeva degan o'zini aktrisa deb biladigan bir ayolni intervyusini ko'rib, hozir mana fursat topdim. Shundoq telefonni kamerasini ochdimda, hech qanaqa tayyorgarliksiz, boshqasiz o'zimni shaxsiy fikrimni bildirishga qaror qildim. Birinchi, Yulduz Usmonova, agar siz o'zingizdan osmon jismi yasab, men rostdan ham fazodagi yulduzman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilyapsiz. O'zingizga kelib oling. Sizni bor yo'g'i ismingiz Yulduz. Siz osmon jismi emassiz. O'zbekiston fuqarosisiz. Qo'lingizda mana shu O'zbekistonni fuqaroligini tasdiqlaydigan hujjatingiz bor, to'g'rimi? Demak, nima ekan? Menga o'xshab, Halimaga o'xshab, Odinaga o'xshab, Karimaga o'xshab O'zbekistonning qonun qoidasiga amal qilishga majbur ekansiz. Ikkinchidan, bir dona qo'shig'ingizni 2,5 dollarga bitta to'yga kirib, shundoq fonogramma yoki jonli, hech farqi yo'q. Shu 2,5 dollar pul olib, 2,5 dollar pul olib kuylab chiqib ketayotganingizdan keyin to'laysizda o'sha pulni. To'laysizda. Nimaga jirillayapsiz? Sizga mana shu faqat bersa ekanda, siz qusishingiz kerak bo'lgan paytda, sizdan chiqish kerak bo'lgan paytda nima deydi? Yoqmas ekan sizga. Endi yoqsa yoqmasa ko'pga kelgan to'y majbursiz. To'laysiz. U 10-15 ta jurnalistni yig'ib olib, o'zingizdan o'zingiz isyon qilmang. Davlat sizni har bitta to'yiga kirib chiqishingizni qancha ming dollarga tushishini juda yaxshi biladi. Kimdan qancha pul olishingizni juda yaxshi biladi. Sizni yashab turgan bir kunlik hayotingizdagi xarajatlaringizni ham yaxshi biladi. Ustingizga oddiy bitta naskini ham qanchaga olib kiyishingizni biladi. U davlat u darajada anoyi emas. Yulg'ichan emas u darajada. Davlat tadbirlariga keladigan bo'lsak, davlat tadbirlariga chiqib, finallarda qo'shiqlarni kuylayotganingizdan keyin yurtimizni, yurtboshimizni, yurt rahbarlarini maqtab og'zingizni katta qilib ochib olib, qo'shiqni kuylab, keyin tadbirlarda pul bermayapti menga deb yig'lamang-da. Siz o'sha final sahnasida chiqasiz, o'sha siz har bitta chiqayotgan tadbirlar ijtimoiy tarmoqni любой platformasida yillab turadi.
Masalan, o'lgandan keyin goh maqtab, goh orqasidan boplab toshni otib, yomonlab ma'zava qo'ygan birinchi prezidentimiz bor-ku, rahmatli Karimov davrida o'sha har bitta tadbirda final sahnasida chiqib, Karimov bilan achom-achom qilib, timsoh ko'z yoshlaringizni to'kib yig'laganlaringizni hozir poisk bersak, YouTube'dan ham topsa bo'ladi, Instagramdan ham topsa bo'ladi. Любой platformadan topsa bo'ladi, ijtimoiy tarmoq platformalaridan. Так что u darajada nalog degan joyda joningiz chiqib ketib qolmasin. Kosmetologingizga gapiribsiz, plastik operatsiyalaringizni gapiribsiz, kiyimlaringizni gapiribsiz. Sizni sanatingizga ishqiboz bo'lishsin. Sizni ovozingizga ishqiboz bo'lishsin. Siz yoshingiz 70 ga qarab ketyapsiz ham, qariganingizni o'zingiz tan olmasdan yugurib borib, palon min million dollarlar sarflab plastik operatsiya qildirayotgan bo'lsangiz, xuddi siz soddaroq, arzonroq kiyim kiyib chiqargan bo'lsangiz, sizni bir dumalatda muxlis sahnadan tushirib yuboradigandek qimmat kiyimlarni kiyib chiqayotgan bo'lsangiz, bunga muxlis aybdor emas. Bunga tomoshabin aybdor emas, bunga xalq aybdor emas, bunga davlat ham aybdor emas. Sizni majburlayaptimi? O'zingiz единая bo'lgis kelyapti, qilyapsiz shu narsani. Ana bitta vohali san'atkor qizimiz bor, Nargizaxon deb. Doim ro'mollar bilan oddiy, sodda bo'lib, bepardoz, kosmetologga bormasdan qorayib, zo'g'ara bo'lib ketgan yuzlari bilan chiqsa ham odamlar eshityapti-yu, birgalashib o'yinga tushib, to'ylarga taklif qilib, tadbirlarga taklif qilyapti-yu. Hech kim odam qatoridan chiqarib qo'yayotgani yo'q-ku. Namuncha muxlisga yoqish uchun odamlar shuni talab qilayotgan bo'lsa, demak, saviyasi shunga loyiq ekan. Shunaqa saviyasi shunga loyiq odamlarning saviyasiga tushmaysiz, o'zligingizcha qoling. Siz o'zi bunaqa bo'lib chiqib kiyib tanilmagansiz. Boshingizda ro'mollaringiz bilan, g'ijim ro'mollaringiz bilan, zar tikilgan shippaylaringiz bilan, oddiy ko'ylaklaringiz bilan, atlas ko'ylaklaringiz bilan chiquvdingiz. Esimda bor, kichkinagina qizcha edim, lekin eslayman. Juda bunga ham muxlisni aybdor qilavermang. O'zi palon 100 mingga million kerak bo'lsa pul sarflab konsertingizga borgan muxlislar ham juda qilib boshingizga qo'yib olayotgan joyingiz yo'q. Har konsertingizda bitta ahmoqlik qilasiz. Bitta tarbiyasizlik, odobsizlik, hurmatsizlik ko'rsatasiz muxlislaringizga. Ana shunaqa paytda bor, yulduz bo'lsang, o'zingga haqoratingni eshitganim kelganmanmi deb chiqib ketmaydigan muxlisga ham hayron qolaman demak. Shunaqa. Maza bemaza savollar berib, mikrofon tutgan bitta ikkita bachkanaga o'tirib olib, mana bu sarvochkam falon brend, falon marka, faloncha ming dollar. Mana bu paypog'im faloncha ming dollar. Mana bu ichimda sizlar ko'rmayapsizlar, xohlasanglar ochib ko'rsatishim mumkin. Ichki kiyimim mana buncha dollar deb maqtanishni bilyapsizlar-ku. Davlat bexabarmi sizlarni bu sarflayotgan pulinglardan? Olayotgan daromadinglardan, yashab turgan asabiyangizdan, o'sha xizmatingizni qilib yurgan xizmatkorlaringizdan, mashinalaringizdan, shofyorlaringizdan, bir kunlik xarajatingizdan bexabarmi davlat? Daromadni mana shu davlat ichida, shu davlatning nomi bilan, millatning nomi bilan, davlatning ruxsati qancha qimmat bo'lsa ham o'sha litsenziyasi bilan topyapsizmi? Sizdan so'raydi, so'rab oladi. Arqonni uzun tashlab qo'ygani sayra bulbulim sayra, xohlaganingni qil deganim emas. Men boquvchimni yo'qotganman. Bir nafar farzandim bor. Farzandim hali maktab o'quvchisi. Davlat menga boquvchisi yo'q ekan deb bolam uchun 923 ming so'm pul ajratgan bir oyda bir marta. Mana shu imtiyozdan foydalanamiz xolos. O'g'lim na tekin kurslarga boradi, na boshqa biror bir imtiyozdan foydalanadi, na men. Andijon tuman xotin-qizlar rais telefon qilyapti. Guli Barno familiyasini bilmayman ochig'i. Aytayaptiki, ijtimoiy himoya reyestrida turasiz ekan, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bir balolar qilyapmiz. Xullas kalom, ishlayotgan joyingizdan menga spravka olib kelib, shu yerda ishlayapti degan ma'lumotnoma dedi. Men bu yerda ofitsialniy ishchi emasman, yollanma ishchiman. Kunlik ish haqiga ishlayman. Shu uchun menga bunaqa ma'lumotnoma bermaydi deganimdan keyin nima dedi bilasizmi? Siz o'zingiz band qilib, davlatga yiliga 410 ming so'mdan nalog to'laysiz dedi.
boquvchim yo'q bo'lishiga qaramasdan, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan bo'lishimga qaramay, mendan keyin nalog so'rayotgan ekan davlat, sizga nima bo'lyapti? Sizga nima bo'lyapti? Agar men sizga o'xshab dollarlarni suzib olayotgan bo'lganimda, churq etmasdan nalogini ham to'lab qo'yardim. To'laysiz hamda. To'laysiz ham. Bilaman, siz bitta qo'shiqni yo fonogramma yo jonli to'yga kirib 2000 dan kamiga sotib chiqmaysiz. Bitta qo'shig'ingizni ijro qilib berishingiz 2,5 dollar. Davlat buni bilmaydimi? Biladi. So'raydi-da. Nimaga so'ramasin? Nimaga so'ramasin? Hali siz ko'zingizni yumib amal qilmasdan nima deydi? Xatlab o'tayotgan qancha buzgan qonun qoidalaringiz bordir. Biz bilmaymiz. Qancha ishni tanish-bilish qilib hal qilayotgandirsiz, biz bilmaymiz. Sutdan chiqqan oq qo'shiqman demang iltimos. Birorta narusheniya qilgan joyim yo'q demang. Eng kamida o'zingiz mashhur bo'layotgan, o'zingiz pulini rosa shaqildatib sanab olayotgan qo'shiqlarni yozgan shoirlarni haqorat qilgansiz. Masalan, haqoratga jazo bor. Musor, bir nimalar deb butun millatni, ayollarini, baxti kelishmagan ayollarini, erdan ajragan ayollarini masalan haqoratladingiz. Unitazga o'xshatdingiz, men bir nimalarga o'xshatdingiz. Xuddi o'zingiz bitta yer bilan o'tayotgandek. Ana qo'pol maqol bor-ku, enalarimizdan qolgan. Ishtoni yo'q, tizzasi yirtiq, kulibdi deb. Go'yo o'zingizniki tekisdek, o'zingiz go'yo sutdan chiqqan oq qoshiqdek. Odam tilini qichitmang. Yana aytaman, sizning ismingiz Yulduz Usmonova, ismi familiyangiz. Ismingiz Yulduz bo'lsa-la, bu osmon jismi bo'lib, o'zingizdan o'zingiz kosmosga chiqib olmang. Shu bizga o'xshagan oddiy odamsiz, bitta burningiz, ikkita ko'zingiz, bitta og'zingiz bor, ikki qarich tilingiz bor. Qachon sizga mikrofon tutilsa, ha, fursat kelib qopti deb valdiraverasiz o'zingizdan o'zingiz. Men o'zi shunaqa odamman deb olasiz. Jinnimisiz siz? Shunaqa odam bo'lib, orqa oldini o'ylamay gapiraveradigan. San'atni biz o'ldirmadik. San'atni yarim yalang'och kiyimlarni kiyib chiqib sizlar o'ldirdinglar. Maza bemaza jinni ketdi qo'shiqlarni aytib chiqib sizlar o'ldiryapsizlar. Bo'ptimi? San'atni muxlis o'ldirgani yo'q. San'atni sizdan nalog talab qilayotganlar o'ldirgani yo'q. O'sha yarim yalang'och maza bemaza qo'shiqlaringizga ko'z yumayotgan madaniyat vaziringiz o'ldirayotgan bo'lsa. Biz o'ldirayotganimiz yo'q. Siz nalog so'raganlarni birpasda san'atda o'ldirishayotganda qayerga qarab turibsiz? O'ldirayotgan bo'lsa siz kurashing, o'ldirmanglar san'atni. Voydod, men bu san'atni bu darajada tanitgunimcha qancha qiynalganman deb kurashing. Erdan ajragan ayollarga tosh otib, konsertingizga yemoq, ichmog'idan, bola chaqasining rizqidan tejab, pul sarflab, million-millionga bilet olib kelgan muxlislarni haqorat qilib, bo'lar bo'lmas bemaza fikrlaringizni bildirib, odamni asabiga tegmasdan. Nima edi? O'zidan yulduz yasab olgan yana bitta nima bor? Aktrisa bor. Men shu aktrisaga rol berayotgan rejissyorlarga ham qoyil qolaman-da o'zi. Zuhra Soliyeva degan. Shuni ko'rib qopman. Qaysi zamonda, qaysi davrda bergan u intervyusini bilmadim. Kecha chiqdi qarshimga. Uy bilan ta'mirlab qo'yinglar. Qayta ta'mirlab qo'y. Aylanib ketay, siz oldin ta'minlab bilan ta'mirlab degan so'zni ma'nosini, ishlatilayotgan joyini, ishlatilish kerak bo'lgan joyini aniqlab oling-da, farqiga borib oling-da bu ikkala so'zni. Tamoman boshqa ma'no kasb qilishini, boshqa ma'no berishini bilib oling-da, keyin sizga mikrofon tutganlarga intervyu bering. O'zi masalan sizni bir e'tiroz qiladigan joyingiz yo'q. Eringizni pushaymon qildiraman deb palon million pul sarflab sizga birov oshqozoningizni operatsiya qildiring dedimi? Shu erkaklarni lol qoldiraman, ajrashib ketgan eringizni bir pushaymon yegizdiraman deb sizni mash kosmetologga, plastik operatsiyalarga, yana bir nimalarga pul sarflang. Bo'lmasam sizni biz san'atkor deb tan olmaymiz dedimi birov? O'zi bir maqtanadigan odamlarga men san'atkorman, men aktrisaman deb ko'ks kerib bir maqtanadigan bir rolingiz ham yo'q. Jiddiyroq, tarixda qoladigan. To'g'rimi tan oling? Masalan, men sizni birorta
hurmat qilsam, sog'inib, qidirib yurib, ko'rsam arziydigan biror bir obraz yaratgan filmingizni bilmayman siz ishtirok etgan. Bir bachkana o'zidan o'zi qichqiraverasiz, kichik tilingiz ko'ringidek bo'lib, yana chiqib olib ta'mirlab bersin, davlat uy-joy bilan ta'mirlab bersin deb asabga tegib intervyu beribsiz. Saviyasi shu darajada ekan, yana ham odamlar sizni san'atkor deb to'yiga taklif qilib, qo'lingizga pul berayotgan ekan, siz davlatni chiqargan qaroriga, qonuniga bo'ysunishga majbursiz. To'laysiz o'sha nalogni. Ha, meni boshimda vatanim bormi ekan? Meni nomimda bitta farzandim bor. Tamom. Cho'pagim ham yo'q nomimda. Dadam rahmatlidan qolgan uyda o'tiraman. Masalan, akam mehr oqibatni yig'ishtirib qo'yib, ko'timga bir tepsa ko'chadaman-da men. Ko'chadaman. Men yig'layotganim yo'q. Meni erim o'lib ketgan, bolam hali yosh, bitta farzandim bor, maktabda o'qiydi, voydod. Menga uy beringlar, uy bilan ta'mirlab qo'yinglar deyotganim yo'q. Sizga nima bo'lyapti? Qorningizni yordirib, sobiq eringizga yoqaman deb operatsiya qildirib, allambalo narsalarga pul sarflab yurishdan o'rniga o'zingiz uy bilan ta'mirlamagan ekansiz-da, Zuhra Soliyeva. Siz nalogdan qochish uchun topgan bahonangizni qarang. Aytyapman-ku sizga. Boquvchim yo'qotganman. Ijtimoiy himoya reyestridan chiqarib yuborishdi. O'sha 14 yosh o'g'lim bilan 12 soat tungi smenada tik oyoqda turib 7 oy ishladim. 7 oy uyqudan voz kechdim. Qarasam bolam o'sha qiynalib ketyapti. U bola majbur emas kechalari uxlamasdan ishlashga menga qo'shilib, lekin o'g'il bola ekan, kichkina bo'lsa ham g'ururi yo'l qo'ymay, ona siz kechasi uxlamasdan ishlasangiz, men uyda uxlab yotmayman deb menga qo'shilib 14 yosh bola 12 soatlab ishladi tik oyoqda turib. Mengaki davlat nalog to'laysan deyotgan ekan. Sizlarga nima bo'lyapti? To'laysizlar. Bo'lmasam kuylamay qo'yinglar qo'shini. Qo'shiqsiz ham kunimiz o'taveradi. Kuylamay qo'yinglar. O'zbek san'atini dunyoga tanitib qo'ygan ustozoda san'atkorlarimiz bor. O'shalardan qolgan meroslarni ham eshitib qo'yamiz. Juda qo'shiq eshitgimiz kelsa. Hurmatli muxlis, hurmatli kuzatuvchi, hurmatli yurtdoshlar, ovozim ko'tarilib ketdi, emotsiyaga berilib ketdim, asabiylashib ketdim. Buning uchun ming bor uzr. Sizlarga nisbatan hurmatsizlik deb qabul qilgan bo'lsanglar, buni ming bor uzr. Lekin mana bunaqangi jinni ketdi fikrlarga, isyonlarga, o'zidan bir osmon jismi yashlab olgan yulduzlarga qachongacha indamay, xo'p, siz mashhur ekansiz, sizni ovozingiz bor ekan deb qulluq qilamiz. Siz bilan menga o'xshagan oddiy odam qachongacha bularni har bitta gapirgan gapi to'g'ri bo'lib chiqaradi. Goh qaraysan millat ustidan kuladi, goh qaraysan shoir ustidan kuladi, goh qaraysan ayollar ustidan kuladi. Kim bular? Bularni sahnaga olib chiqib qilib boshga qo'ygan mana shu xalq sahnadan pastda turgan. Sal o'zlariga kelib olishsin. Unchalik uzun bo'yli emas. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Tez fursatda inshaalloh yana sizlar bilan diydor ko'rishamiz degan umiddaman. Allohga omonat bo'linglar.